Assalamu alaykum hörmətli huzur ko'ruvchilar. Dunya uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 12 ayının 17 günü cümə. Həmmənlərin bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik bolsun. Əziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Bugün Yani 17 dekabr günü Türkiye'ni merkez kılgan chet ellardagi köplagan Uyghur teşkilatları ve muhaciratdagi qarindoshlarimiz Sharq Turkiston xalqining yaqinqi zaman tarixidagi mashhur liderlardan biri hisoblangan marhum İsa Yusuf Alibtekin efendimning vafotining 26 yilligini xotirlash orqali butun hayotini Sharq Turkiston xalqining erkinlik kurashiga atagan marhum liderimiz İsa Yusuf Alibtekin efendimga bo'lgan sevginishi va sevgisini ifoda qilishdi. 1901 yılı Qashqarning Yangisar nahiyasida tug'ilgan marhum liderimiz İsa Yusuf Alibtekin efendim 1995 yılı 12 ayning 17 günü İstanbulda 94 yaşida olamdan o'tgan. Faqat Sharq Turkiston xalqiningla emas, balki butun Türk dunyosining muhim liderlarining biri deb tanilgan İsa Yusuf Alibtekin efendimning janoza namoziga 10 minglagan kishi qatnashgan. İstanbul şəhərlik hökumət mu İstanbulning markazidagi bir bog'chaga İsa Yusuf Alibtekin parki deb nom bergan edi. 1994 yilidan toki marhum liderimiz vafot bo'lganga qadar uning bilan ko'p qitim uchrashib fikrlashish sharafiga noil bo'lgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa efendim marhum liderimiz İsa Yusuf Alibtekin efendimning vafotining 26 yilligi munosabati bilan bugun istansimizga qilgan so'zida 20-asrdagi Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati tarixida 3 apandilar deb hurmat bilan ta'riflanadigan va oyul tuzliq ko'k bayroqning bugunga qadar yetib kelishiga buyuk tuhfalarni qo'shgan İsa Yusuf Alibtekin efendining kurash tarixiga yuksak baholarni berdi. Dolqun Aysa efendi so'zida yana 1949-yili kommunist Xitoy Sharq Turkistonga besib kirishdan ilgari İsa Yusuf Alibtekin bilan birlikda Hindistonga hijrat qilgan marhum liderimiz Muhammad Emin Bug'roning o'z vaqtida xotirasiga yozib qoldirgan tövəndagi so'zlarini eslatib o'tdi. Sharq Turkistonning kommunist mustamlikasiga aylanishi bilan Hindistonga hijrat qilgandan keyin 1950-yili İsa bey bilan muzokara qilib, vatan da'vosi uchun ilib boradigan qat'iy harakatimizni tövəndikida qarorlashtirdik. Birinchisi Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligini maqsad qilish. Ikkinchisi vatan sirtida yashayotgan Sharq Turkistonliklarning ideyasiga mustaqillik fikrini singdirish. Uchinchisi bu g'oyani maqsad qilgan holda tashviqotga ahamiyat berish. To'rtinchisi Dunya jamoatchiligiga Sharq Turkistonni tonutish, ona vatandagi Xitoy zulmini anglatish va ularning yordamini qo'lga keltirish. Dolqun Aysa efendi so'zida yana muhojiratdagi butun qarindoshlarimizni, bo'libmi yoshlarimizni marhum liderimiz Muhammad Emin Bug'ro va İsa Yusuf Alibtekinlarning kamtar, oliyjanob, oddiy sodda axloqidan o'rnak ilishqa, o'z xalqining erkinligi, vatani Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir umr tinimsiz kurash qilishda qaysar irodasiga vorislik qilishga chaqirdi. Marhum liderimiz İsa Yusuf Alibtekin bilan İstanbulda 7 yildan ortiq birlikda xizmat qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat efendim bugun stansimizga qilgan so'zida İsa Yusuf Alibtekinning so'z, harakat, diplomatik aloqalarda davlat arbobi kabi salobatga ega bir zot bo'lganligini, uning hayotida nurg'unlagan davlatlarning yuqori darajalik arboblari bilan ko'rishganligini, milliy harakatimizga aloqador ko'plagan qimmatli asarlarni yozib qoldirganligini, Turkiya davlat rahbarlari va xalqi orasida buyuk nopuz yaratgan hurmatga sazovor bir shaxs bo'lganligini eskartib o'tdi va İsa Yusuf Alibtekin degan bu sharafli nomni abadiyan yod etishining butun Sharq Turkiston xalqining vijdoniy va milliy burchi ekanligini ta'kidladi. Ayni chog'da marhum İsa Yusuf Alibtekin efendi bilan 2 yildan ortiq birga xizmat qilgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi Parat Yo'ronqash efendim bugun istansimizga qilgan so'zida marhum liderimiz İsa Yusuf Alibtekinning kishilik fazilatini rostchillik, kamtarlik, fidokorlik, millatsuyor alohidaliklariga nihoyat yuksak baho berdi. Sharq Turkiston xalqining erkinligini qo'lga keltirish yo'lida vatan ichida uzun yil izdinish va kurash ilib borgan. Chet eldagi Uyg'ur davosining ho'lini sog'uvchilardan biri bo'lgan İsa Yusuf Alibtekin efendim 1949-yili vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning ishg'oliga uchirgandan keyin marhum liderlarimizdan Muhammad Emin Bug'ro bilan birlikda Hindistonga hijrat qilib chiqqan. 1952-yili Turkiyaga kelib yerlashgan va 1957-yili Turkiya garajdonligiga qabul qilingan edi. 1978-yili Turkiyadagi bir qatnash vaqasida ig'ir yordinib ikki ko'zidan ayrilgan İsa Yusuf Alibtekin efendim garchi ko'zi ko'misimi ammo ko'rishini bir kunmi to'xtatib qo'ymadi. Uning bu xil jasorati ayni chog'da Turk dunyosida cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Uyghur majburiy emgikining oldini ilish qonun loyihasining birlikka kelgan oxirgi nusxasi 16 dekabr kuni Kengash palatasida to'liq ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi.
Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotning Amerika bozoriga kirishini cheklaydigan bu qonunning ma'qullanishi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatiga zarba berishdagi bo'zish xarakterli qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi ekan. 14 dekabr seshanba kuni Kengash palata a'zosi Marko Rubio va Avam palata a'zosi Jim McGovern Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasining o'rtaq nusxasida murakkablashiib, kelishim hosil qilgan va shu kunning o'zida Avam palatasida ovozga qo'yilib, to'liq ovoz bilan ma'qullikdan o'tgan edi. Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasining Avam palatasidan keyin yana bir qitim Kengash palatasida to'liq ovoz bilan o'tishidek bu tarixiy voqea chet ellardagi Uyg'ur jamoatini so'yindirmoqda. Dunya Uyghur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti va Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq Uyg'urlarning muhojiratdagi tashkilotlari bu munosabat bilan orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, mazkur qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanish yo'lidagi oxirgi bosqichga kirganligini tabriklashgan. Ular yana bu qonun loyihasini tonishtirgan Kengash palata a'zosi Marko Rubio bilan Avam palata a'zosi Jim McGovern va mazkur qonun loyihasining ma'qullanishiga kuch chiqargan boshqa majlis a'zolariga minnatdorligini bildirishgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi matbuotlarga qilgan so'zida mazkur qonun loyihasining tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. U mundaq dedi: Prezident Joe Bidenning bu qonun loyihasiga tezroq qo'l qo'yib qonunga aylantirishini va bu qonunning eng qisqa muddatda rasmiy ijro qilishga boshlanishini umid qilamiz. Ma'lum bo'lishicha bu qonun loyihasi Prezident Bidenning imzo qo'yishi uchun darhol Oqsaroyga yo'llanadi ekan. Qonun bo'yicha prezident uningga 10 kun ichida imzo qo'yishi kerak ekan. Qoida bo'yicha har qanday bir qonun loyihasi agar Kengash palatasida 3 dan 2 qism yoki uningdan ko'p ovoz bilan ma'qullangan taqdirda prezident uningga imzo qo'yishni rad qilgan ahvolda 10 kun ichida avtomatik holda qonunga aylanadi ekan. Navbatda mazkur qonun loyihasining qonunga aylanishida prezident imzo qo'yishdan iborat eng oxirgi simvollik bosqichi qolgan ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha bu qonun loyihasining davlat majlisi milod bayramilik dam ilishga chiqishdan burun rasmiy qonunga aylanishining ehtimolligi yuqori ekan. Marakash sotining 12 oyning 15 kuni tutqundagi İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qarori chiqarganligi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va butun dunyodagi Uyg'ur jamoatchiligining kuchli noroziligini qo'zg'adi. Marakash soti bu yil 7 oydan buyon Marakashda tutib turilayotgan kompyuter injeneri va Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi İdris Hasanning delosi ustidan echiladigan sotni ilgari keyin bo'lib, bir qancha qitim kechiktirgan edi. Bu jarayonda uning qo'yib berilishi va salomat holda Turkiyaga qaytarilishi uchun xalqaro jamiyat tomonidan ko'rsatilgan barliq tirishchiliklarga qaramasdan, Marakash sotining uning Xitoyga qaytarish to'g'riliq qarori chiqarishi kuchli tanqidga duch kelmoqda. 12 oyning 16 kuni Turkiya, Norvegiya va Amerika qatorliq davlatlardagi Uyg'ur jamoati shu davlatlarda turishliq Marakash elchixonalari oldida keng ko'lamlik norozilik namoyishi uyushtirib, Marakash hukumatini ayblagan va ularni bu xato qarorni darhol o'zgartirishga chaqirgan. İdris Hasanning soti Marakash adliya tarmoqlari tarafidan 5 qitim kechiktirilgan bo'lib, 12 oyning 15 kuni Marakash sud mahkamasi İdris Hasanning delosiga munosabatlik oxirgi qarorini, ya'ni uni Xitoyga o'tkazib berish qarorini e'lon qilgan. Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasan Xitoy hukumatining talabi bilan Marakash davlat xavfsizligi xodimlari tarafidan bu yil 19 iyul kuni Marakashning Casablanca aydirumida qo'lga ilingan edi. Ma'lum bo'lishicha İdris Hasan tutilgandan keyin Interpolning uning ustidan chiqargan tutish buyrug'i amaldan qoldirilgan ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uni kishilik huquq faoliyatchisi deb qo'g'dash doirasiga kirgizgan ekan. Uning qo'yib etilishi uchun xalqarodagi kishilik huquq organlari, Amerika qatorli g'arb ellarining Marakashdagi elchixonalari va advokatlar jiddiy harakat qilgan bo'lsa-mu, hech bir natijasi bo'lmagan. Kuzatuvchilar Marakashning bu qarorida uning Xitoy bilan bo'lgan qo'yiq iqtisodiy munosabatining rol o'ynaganligini faraz qilishmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquq qo'g'dovchilarini muhofazat qilish tashkiloti qatorli xalqaro tashkilotlar va parlamentlar aro qurilgan Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi hamda Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari 12 oyning 16 kuni orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Marakashning bu sud qarorini darhol o'zgartirishni talab qilgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi İdris Hasanni qutqizib qilish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Navbatda İdris Hasanni qutqizish uchun keng ko'lamda harakat boshlangan bo'lsa-mu, ammo uning oqibatining nima bo'ladiganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni qattiq andishaga solmoqda. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida 16 dekabr payshanba kuni parlamentda qilgan bir so'zida o'zining Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashish planining yo'qligini bildirgan. Yaponiya Nikkei Osiyo gazetining xabar qilishicha Fumio Kishidaning bu so'zini g'arb davlatlarining olimpikni diplomatik boyqut qilishning yumshoqroq uslubi deb qarashga bo'ladi ekan.
Amerika hökuməti muşu ayının 5-də Xitayning Uyğurlarga irqiy qırğınçılıq və insaniyyətə qarşı cinayət yürgüzüyotqanlığını nəzərdə tutub, 2022 yıllıq Beijing qışlıq olimpik müsabiqəsini diplomatik boykot qıladiganlığını jakarlagandan keyin Kanada, Avstraliya və Angliya qatarlıq dövlətlərmə oxşaş qarar elan qılğan idi. Yaqında bununğa yana Belgiya və Avstriyamı qoşulğan. Yuqorqi dövlətlərinin Xitayning qışlıq olimpikini boykot qilishi bilan Amerikaning Osiyodagi sherik dövləti Yaponiyaning 2-ci oydagi olimpik tənhərəkət müsabiqəsiga yuqori dərəcəlik əməldarlarni əvətadigan yoki əvətmaydiganlıqqa diqqət qo'zg'agan edi. Nikkei Osiyo gazetining aytishicha hukumat amaldorlari texi rasmiy qaror ilinmaganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Yaponiyaning yuqori dərəcəlik hukumat amaldorlarining Beijing qishliq olimpikiga bormaslik ehtimoli yuqori ekan. 16 dekabr günü İdris Hasanның ayoli və İstanbuldakı Uyğurlardan 200 ətrafida kişi Marrakeshning İstanbuldakı konsulxanası aldığı cəm olub, İdris Hasanның erkinlikka chiqishi və Xitoyga qaytarılmasligini talab qilib namoyish elib bordi. Namoyishchilar qo'llarida oy yulduzliq ko'k bayroq və İdris Hasanның rasmlarini ko'targan holda Marrakeshning İstanbuldakı konsulxanası aldığı cəm bo'ldi. Ular İdris Hasanga erkinlik, İdris Hasanni qutqizayli degandek şuarlarni to'ladi. Namoyish jarayonida Uyg'ur faoliyatchilardan doktor Burhan Ulug'yo'l, Javlon Shir Muhammad va İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonim qatorliqlar Marrakesh hukumatiga xitob qilib so'z qildi. Ular İdris Hasanning hech qanday jinoyatining yo'qligini, uni qo'yib berishni, Xitoyga qaytarib bermaslikni talab qildi. İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonim Turkiya Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'anga xitob qilib, yo'ldoshi İdris Hasanni qutuldirish uchun yordam talab qildi. U mundaq dedi: "Mening yo'ldoshim İdris Hasan Marrakeshda tutqun qilindi. Yo'ldoshimning hech qanday bir jinoyati yo'q. U Uyg'urlar uchun foydali xizmat qilib kelgan kompyuter injeneri. Xalqaro soqchi tashkiloti yo'ldoshim to'g'riliq chiqargan qizil toshliq tutish buyrug'ini bekor qilgan bo'lsa-mu, ammo Marrakesh hukumati uni qo'yib bermasdan Xitoyga qaytarish qarorini oldi. Men sizdan yo'ldoshimni qutuldirib qilishingizni talab qilaman. Sizga ma'lum bo'lganidek, Xitoy Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib beryotadi. Yo'ldoshimning irqiy qirg'inchilik elib berayotgani Xitoyga qaytarilmasligini talab qilaman." Namoyish oxirida Marrakeshning konsulxona xodimlari İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonim va doktor Burhan Ulug'yo'lni qabul qilib ayrim uchrashgan. Uchrashda Buzaynur xonim yo'ldoshini qo'yib berishni talab qilgan iltimosni konsulxona xodimiga topshirib bergan. Doktor Burhan Ulug'yo'l konsulxona xodimlariga İdris Hasan to'g'risida tushuncha berib, agar u Xitoyga qaytarilgan taqdirda o'lim jazosiga yoki jazo lagerlarida qiyin qistoqqa uchraydiganligini ta'kidlagan. U Marrakesh konsulxonasining xodimlariga Uyg'ur jamoatining İdris Hasanni qo'yib berish to'g'risidagi talablarini yetkazgan. İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonimning bildirishicha, uchrashda konsulxona xodimi ularning talabini Marrakesh hukumatining munosabatli organlariga yetkazadiganligini bildirgan. Namoyish oxirlashgandan keyin İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonim yo'ldoshini qutuldirish uchun yo'l mengayotgan barliq qarindoshlarga tashakkur etadiganligini bildirdi. Namoyish oxirlashgandan keyin İdris Hasanning ayoli Buzaynur xonim yo'ldoshini qutuldirish uchun yo'l mengayotgan barliq qarindoshlarga tashakkur etadiganligini bildirdi. İdris Hasanni qutuldirish uchun xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar jiddiy faoliyat olib bormoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər pirugrammısida diqqətinizə sunduk. Keyin qaytmaq pirugrammimizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.